Parkent markazidagi kelajak yetakchilarini tarbiyalovchi zamonaviy ta'lim maskani. STEM yo'nalishdagi ixtisoslashtirilgan maktab. Bu yerda o'quvchilar o'zlarining ilm-fanga bo'lgan qiziqishlarini aniqlaydilar va rivojlantiradilar. Matematika, tabiiy fanlar, dasturchilik va muhandislik bizning asosiy sohalarimiz hisoblanadi. O'quvchilarimiz xalqaro va respublika olimpiadalari, startap va innovatsion tanlovlarda munosib qatnashib kelmoqda. Bu ilmiy fikrlashning natijasidir. Parkentdagi ixtisoslashtirilgan maktab bu bilim, tarbiya va innovatsiyalar uyg'unligidir. Zamonaviy jihozlangan sinflar, STEM markazlari va intellektual muhit barchasi shu yerda. Farzandingizning kelajagi bugundan boshlanadi. Uni bilim, fan va texnologiyalar sari yetaklaydigan maskan bu Parkent tumani ixtisoslashtirilgan maktabi.